Bitta o'sha tavsiya berib ketsangiz, ya'ni hozir email o'rganayotganlar umuman dasturchi nuqtai nazaridan, user sifatida emas, dasturchilarga qanaqa tavsiya bera olardingiz, ularni tezroq o'sib, bozorga tezroq kirib, yaxshi mutaxassis bo'lib chiqishligiga? Fundamental, ya'ni shu dasturlashni fundamental dasturlash asoslarini o'rganish kerak. Fundamental matematikani yaxshi bilish kerak. End-to-end proyektlar qilish kerak. Masalan, boshida kamroq to'lash mumkin, lekin end-to-end proyektlarda kichikroq teamlar bo'lsa ham kirib turib, end-to-end proyektlarni qilishga qo'shilish kerak. Okay. Men bitta shu yerda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Yaqinda menimcha ko'pchilik xabari bo'ldi shekil, kanalimdan qo'shilganlar bo'lsa agar, Xarita AI loyihasini ishlab chiqdik. Bu ham o'zi ochiq vibe coding qilingan platforma. Contentdan o'zimning resurslarim, o'sha tadqiqotlarim, experiencedan kelib chiqib qilingan. Roadmap qilishga harakat qildim. Ya'ni kurs emas, bu kurs sayt emas. Ya'ni bu yerda aynan AI injener sifatida yoki AI user sifatida nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarni o'rganish kerak va hokazo. Hozir mana ekranimni share qilib sizlarga qisqacha aytib o'tib ketaman. Menimcha ko'ryapti ekranim. Ekranim ko'rindi. Hop, mana shu platformani ishlab chiqdik. Bu yerda kurslar bo'ladi. Ya'ni AI builder bor va AI user bor. AI builder bu oddiy foydalanuvchilar uchun, AI user bu teskarisi. AI builder injenerlar uchun, AI user oddiy foydalanuvchilar uchun va albatta tilni o'zbekchaga qolsangiz bo'ladi. Va guide bor. Sizlarga qanaqa guide bor, talablar bor va hokazo. Shular bilan tanishib chiqib, saytdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Lekin yangi boshlovchilar uchun, umuman hozir deylik advanced urovendagi bolalar uchun manfaatli, foydali bo'ladigan umiddaman. Ko'ringlar, savollar bo'lsa chatga yozsanglar bo'ladi endi.